Vuruşasanmı patronchi? Mana qarang bova, siz men kuchingiz yetmaydi, oldin to'g'ri kurashib bo'lgandirsiz, lekin hozir unaqa sanksiyalar emassiz. Nima sen ben qari demoqchimsan? Ha. Yet yani 30 atış yet. Yürü, Men yürü. sen o'zi qariligim ko'rsataman. Xotin dadam qani? Ama qaydan bilay? Chiqib ketgandi tez-tezlara. Men senga necha marta aytganman darvozani yopib qo'y deb, dada. Kim yoraman? Kim? Nima ko'tarasan? Men qarang dadam so'zini boshladi. Men qarab bu yerga odam urishaman desa urishaysanmi? Ha, yo'q ben. Beraber qo'yib bacham shu bilan. Dada siz jinlimisiz? Siz 90 dan 18 yoshasiz urib suyaklaringizni maydalab tashlaydi, ha? O'tib uyga kiring. Endi qizini antim dema. Shu bachani urmasam bacham bu dunyodan o'tmayman. Qayerdan urasiz? Yaxshiman keldim. Bo'lmasa oyoqlaringizni sindirib joyingiz mayib etaydi. Jinli bo'lganmisiz urishib? To'xtang. Siz nima ham qizga gapiryapsiz? Navarangiz tengi. Yana istemorsiz buket ko'tarib. Qarashin, jintran qayerdan oldingiz? Bachalar spor o'ynadi. Gapira olmaysiz dedi. Siz davringiz o'tdi dedi. Asta, o'tgan qaydada davringiz? Men o'yradim u qizni. Mana esimga yozibdi. Onang bilan nasib etsa. Ketdik. Astag'firullah tuva. Bova, siz salto o'tolmaysiz. Salto o'tish uchun katta kuch kerak. O'zi bir oyoq o'zgarda bo'lsa. Tushunmadim. Sen meni qari deyapsanmi? Ha. Yo'q, salto otmasam bile salto otishaman. Ot davay. Men kiyimdan otaman. Oting bova. Shunday otish kerakmi? Yana kim bilan spor o'ynadingiz? Ana u bacha salto otolmaysiz dedi, otib ko'rsatdim. چشمای نازه